14-yanvar kuniga nima sovg'a kutyapsiz? Sharoitdan kelib chiqib aytaveraymi? Bemalol. Shu yerda lisang 9dan bo'lsa. Chichordi, chichoyga. Aka, assalomu alaykum. 14-yanvar kuniga nima sovg'a kutyapsiz? Конечно, vitaminizatsiya kutamiz-da. Nima kutamiz boshqa? Trenirovkadagi bolalarga faqat vitaminizatsiya kerak. Menga qolsa shu vitaminlar olganim yaxshi, lekin seravna paypoq keladi aka. 14-yanvar kuniga chest nima sovg'a kutyapsiz? V izolyat. Hozir o'z yaqinimdan pamp oldim. ketdi. Endi kimdir yanibda vezalat bersa, nursiga alomat bo'ladi. Undan ham zo'r bo'lardi. Ozdiradigan dori. Ichida sog'liq kutganim yo'qman. Baxtimga o'zlari sog' bo'lsa bo'ldi. 14-yanvarga yaqinlaringizdan nima sovg'a kutyapsiz? Telefon kutyapman, Telefon, ha? Xudo xolasa. Avvalambor kirib kelayotgan 14-yanvar bilan Vatan himoyachilar kuni bilan hammani tabriklayman. Bayramni sovg'ani katta kichigi bo'lmaydi. Xizmatlaringizda. Xizmatlar. Aka, tabriklaymiz bayramlaringizda. Основной sport pitaniya, proteinlar, vitaminlarga hozir Sportsmenlarga talab kerak ishlar, narsalar, ha? sportsmenlarga, shogirdlarga ham shuni tavsiya qilyapmiz. Omadingiz bo'lsin.